Assalomu alaykum do'stlar. Bugun xudo xolasa sizlar bilan Active Record modellarida relationlardan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Demak, oldingi darsda bizda postlarni ro'yxatdan olib keladigan API qilgandik, lekin kategoriyalarga qilmagandik. Hozir kategoriyaga ham bu narsani tayyorlab qo'ydim o'zim. Bizda shu ID va name parametrlarini qaytaradi. Demek, bizda ikkita Active Record modellari bor. Bu post va kategoriya. Ikkalasi relation qilingan bir-biriga kategoriya ID bo'yicha. Xo'p, demak, metodini yozamiz. Public function get category query. Demak, relationda metodi shunaqa yo'li ham bor. Qulayroq yo'li shu, yana boshqachasi ham bor, uni o'zinglar ham ko'rib olsanglar bo'ladi demak. Active Record paketini dokumentatsiyasida. Hop, return this as one category. Demak, chap tarafga kategoriyadagi ID yoziladi, bu ID. O'ng tarafga post jadvalidagi kategoriyani ID'sini ustuni nomi kategoriya ID. Hop, active query qaytaradi. Demak, kategoriyamiz bo'ldi. Endi kommentiga ham yozib qo'yamiz. Relations property category. Hop, endi zaprosga qo'shamiz. Demak, create qilgan indeksni olaylik birinchi. Category va name. Post category name. Tekshirib ko'ramiz. Yaxshi. Post ID'si, kategoriya obyekti va postni nomi kelyapti. Yaxshi. Xuddi shuni endi create ham qilib qo'yamiz. Category ID va name. Buni olib endi getga ham qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, postimizni demak kategoriyaga bog'ladik. Endi kategoriyamizni postlarga bog'laymiz. Ya'ni bu has many bo'ladi. Public function get posts query. Return this has many post class. Bu yerda ham demak postdagi kategoriyani ID'si o'ng tarafga, chap tarafga. Ya'ni bu kategoriya ID bo'ladi endi. O'ng tarafga kategoriyani o'zidagi ustuni nomi. Xo'p, kategoriyada endi posts array map bo'ladi yana. ID'si post ID, postning nomi va bu yerga modelni post kommentini yozmoqmiz. Post massiva bo'ladi endi bu. Post import qilsak ishladi. Endi bunisi. Yaxshi, bo'ldi. Mana demak bizda kategoriyani ID'si kelyapti. Nomi va uni postlari. Bunga bog'langan postlar. Xo'p, relationlardan foydalanishni qisqacha yo'li, oson, qulay yo'li shu edi. Bundan tashqari sal boshqacha yo'llari ham bor. Uni xo'p,
hozir mana ko'rsataman. GitHub Ubisoft Active Record repozitoriyasida dokumentatsiyalar bo'limida o'qib chiqsanglar bo'ladi. Relationlar qanday qilinishini. Bu ko'rsatganim o'zimga yoqqan qulay varianti edi. Shu bilan video tamom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.